Xitoy Hindistan chegirasida boshquriladigan bomba atdi. Sabah to'rining 4-avgust kunidagi xabarda Hindiston bilan chegara talash tartishi qilayotgan Xitoy Tibetda rasmiy o'q ishlatilgan manevr elib borgan bo'lib, bu rayondan etilgan boshquriladigan bombalar nishonga dal tekkanligi bildirilgan. Ammo qaysi nishon ekanligi aniq tilga olinmagan. Taxminan 3500 kilometrlik chegara liniyasiga ega bo'lgan Hindiston va Xitoy chegarasi yaqinqi mezgillarda xatarlik bir ahvolda turmoqda. Necha yüzlеген Hindiston askarlarining chegara buzg'unchilik qilganligini da'vo qilgan Xitoy Tibet rayonida rasmiy o'qish etilgan cho'ng ko'lamlik harbiy harakat elib borgan. Televiziya filmlari ko'rsatilishicha, boshquriladigan bombalarning etilganligi ma'lum. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 2 kun avval e'lon qilgan bu haqdagi bayonotida 400 ortiq Hindiston askarlarining chegaradan o'tganligini tilga olib, buni qattiq tanqid qilgan edi. Va chegaradan o'tgan Hindiston askarlaridan 40 ni qo'lga olganligini bildirgan edi.